Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan Imom Moturudiyning Tavilotul Qur'on asarlaridagi ba'zi durdonalar bilan tanishishda davom etamiz. Omonatni ado qilish, omonatga xiyonat qilmaslik insonning majburiyatlaridan hisoblanadi. Alloh taolo Niso surasi 58-oyatda marhamat qilib aytadi. Astaizu billah. Innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sadaqallohul azim. Oyat ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, u zot Alloh sizlarga omonatni o'z egalariga berishingizni buyurdi deya marhamat qiladi. Imom Moturudiy ushbu oyat sharhiga kirishdan avval oyatning kim va qaysi voqea xususida nozil bo'lganini aytib o'tadilar. Bu kishiga ko'ra oyat islomning ilk davrlarida Ka'ba bilan bog'liq vazifalar taqsimoti borasida nozil bo'lgan. Shunga qaramay Imom Moturudiy ushbu oyat insonga yuklatilgan barcha omonatlar xususida nozil bo'lganini ta'kidlaydilar. Imom Moturudiy omonatlarni asosan ikki turga bo'ladilar. Birinchisi banda va Alloh o'rtasidagi omonat bo'lsa, ikkinchisi banda bilan banda o'rtasidagi omonat. Imom Moturudiy banda va Alloh o'rtasidagi omonatni ham yana ikki turga bo'ladilar. Alloh taolo buyurgan, farz qilgan ibodatlarni amalga oshirish omonati bo'lsa, ikkinchisi Alloh taolo insonga rizq qilib bergan ilmni boshqalarga o'rgatish omonatidir. Imom Moturudiy mantig'iga ko'ra, inson o'ziga yuklatilgan farz ibodatlarini amalga oshirishi majburiyat bo'lishi bilan bir qatorda omonatni ado qilish hisoblanadi. Shu bilan birga insonda ilm o'rgangan olimdagi ilm bu o'zining shaxsiy mulki emas. Aksincha, Alloh taolo bilmaydigan insonlarning omonatini u kishiga yuklagani bo'ladi. Imom Moturudiy aynan mana shundan kelib chiqib, insondagi ilm bu o'zining mulki emas, bu boshqalarning omonatidir deydilar. Imom Moturudiy bu bilan olim inson ilm o'rgansa, ilmini oshirsa, bu bilmagan insonlarning omonatini o'z zimmasiga yuklagan bo'lishi, uni atrofidagilarga o'rgatishi, ta'lim berishi bilan ushbu omonatni ado qilgan bo'lishini ifodalaydilar. Imom Moturudiy oyat sharhida bir hadisni keltiradilar. Ushbu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam omonatni senga ishongan kishiga ado qil, xiyonat qilganga xiyonat qilma deganlar. Ushbu hadisdan ko'rish mumkinki, mu'minning vazifasi boshqalarning yomonligiga qarab emas, aksincha o'zining prinsipiga qarab yashashi hisoblanadi. Shuningdek, Imom Moturudiy oyatda Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan qilingan yana bir rivoyatni keltiradilar. Ushbu rivoyatga ko'ra Ibn Abbos radhiyallohu anhumo oyat umumiy ekani, bu omonatni ado qilishda kishining dini e'tiborga olinmasligini alohida ta'kidlaydilar. Demak, omonatni ado qilish, o'z zimmasiga yuklangan vazifani, omonatni his qilib, uni o'z o'rniga, o'z egasiga qaytarish, bu kishining dini, millatiga e'tiboridan emas, aksincha insoniylik jihatidan majburiyat hisoblanadi. Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, ushbu oydan unumli foydalanib, bo'ynimizdagi omonatlarimiz, vazifalarimizni ado qilish, o'z o'rniga qo'yishimiz barchamizga lozim bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.